Do'stlar, mana Minsk mototsikl. Mazir Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on shahar. Faqat naqd pulga sotiladi. Obmen bo'lib berish bunaqa narsalar yo'q. Kelib ko'rib, haydab ko'rib olaverasiz. Puli 10 million, ozgina kelishtirilgan joyi bor. Bu pulga teko beradi, mashin beradi degan bo'lsalar, og'aynilar olaveringlar, to'g'ri, katta pul. Lekin shunaqa sosteniyada bo'lsa, bizning o'zimiz yaxshi pulga olamiz. Buni bunaqa sosteniyada olib kelishni o'zi ham bo'lmaydi. Shuncha sotilib yuribdi, bu ham sotilar ertami kechmi. Bo'lmagan gaplarni yozmaylar og'aynilar. Xaridori bunaqa pulga mashin bilan kelib olib ketadilar-da, do'stlar. Taki mashini bor odamlar olib ketadi. Xo'sh. Balonlari isir, mana spitsalari ham sap-sariq bo'lib turibdi. Yangi Gulshitir yangi vipiska, motori eski vipiska ekan. Hamma narsasi ishlaydi. Mana pavorotning shishalari ham original. Oli tormoz, hamma narsasi ishlaydimi? Navruz, hamma narsa, ha? Bir zavod qiling-chi. Kraska bo'lgan, sidinkalar chexol bo'lgan. Pavorotlarini yoqib. Bo'ldi, faralarni ham yoqing-chi. Bular ham yonib dali bilishingiz. Bo'ldi, o'chiring. Motorlar polnisda remont bo'lgan. 40 ga yo'nilgan, oli tormozlari ishlaydi, speedometrlari ham ishlaykan. Ruchnoy tormozlari ham ishlaykan. Ruchnoy tormozni bosgan pillar hamma narsasi yonib, stop signallar yonadi. Buni bossangiz, mana o'ziniki zavodskiy turibdi. Shu do'stlar, bekorga telefon qilmanglar. Olayotgan bo'lsanglar, maslahatlashib, o'ylab ko'rib, kelib ko'rib, haydab ko'rib, ozgina kelishilgan joyi bor. Shu savdolashib olib ketaverasizlar. Shu do'stlar.